Assalomu alaykum YouTube obunachilarim. Bugun biz ya'ni men qaror qildim. Nexia uchun bor, o'zim Nexia uchun bor. Eksperiment o'zini оборудовать заводской. Ishlashlar qattiqda. Lekin diametri kichkinaroq, chem Cobaltga qaraganda. Hop, men qilgan ishim hozir Cobalt tamazatorni olib keldim. Tezlashtirishga harakat qildim. Cobalt tamazatorni oldim. Bu yangi emas, bu ishlashlari yaxshi. Sergey bozordan oldim. Keyin Purjinka oldim. Nimaniki? Chevrolet Nexia 3 emas, Avioniki. Avioniki yumshoqroq bo'ladi. Qayerdan bo'lsa bo'ladi. Mana bu sariq metka buni yumshoqligini bildiradi. Mana bu qizil metka buni yuk ko'tarish qobiliyatini bildiradi. Yo'q, siyoh pushti rang. Sariq bu yumshoq, yuk ko'tarish qobiliyati o'rta degan ma'noni bildiradi. Qo'lim qadar ketdi. O'zinikida oqga pushti turibdi. Oq bu jo'ski, eng qattiqlikdagi. Pushti bu yuk ko'tarish qobiliyati. 500 kilogagacha mo'ljallangan shunaqa adashmasam. Davom etamiz. Hozir Nexia 3'tiki 39. Tak bu. Sana oynamayı deyishlar mumkin, lekin ko'ramiz. Cobalt'ki 40 45 u 45 u 45 yarim yaqin. 45 u 54 shunaqa. Keyin tagi Cobalt'ki 52 Nexia 3'tiki 51 52 hamda shaybaga o'xshash narsa bor. Shuni olib ko'rishga harakat qilamiz. Agar tushadi. Ichki diametri ham Cobalt'ga sal kattaroq. Uni ichiga plonjer qo'yamiz. Ko'rishlar mumkin Cobalt'ki bilan Nexia 3'tiki. Nima uchun Nexia 3 жесткий. Bunga sabab bo'yi salgina balandroq. Cobalt'ga. Ishlashlari lekin Cobalt'ga ancha yumshoq ekan. Gazlari cho'tki ichida. Davom etinglar. Kuzatishda. Hop, videomizni davom etamiz. Nexia 3 o'zini amordatorni yechib oldim. Nexia 3 saldan ko'tarsalar udobno bo'ladi. Ma'lum yechmasdan olsa bo'ladi. Keyin Cobalt'kini vertilka qildik. Birinchi pilligini qo'yasiz, kabina отбойнигini qo'yasizlar. Keyin shayba qo'yib, shaybani svarka qilasizlar. Keyin men urganim sababi tekis bo'lish uchun sal urdim. Keyin bu tomoni hamda qoladi bu yoqdan. Tushunsangiz. Keyin qiladigan ishimiz tayyor yig'ib qo'ydim. Tayyor, xudo xolasa. Nexia 3'tiki. Endi qiladigan ishimiz mana bu yerga ikkita velosiped kamerasidan qo'yib yuboramiz. Hamda notekislikni ozgina bo'lsa bartaraf qilishga. Tayyor. Endi mana yuvib tozaladim. Keyin teshikni sal kattaroq olasizlar drelda. Chunki Nexia 3'tiki kichkinaroq bo'ladi, mana bu joyi ingichka bo'ladi. Cobalt'ga sal qanroq bo'lar. Keyin solamiz. Bismillah. Shunday bo'ladi. Endi qolgan ishimiz o'sha turchi rezinkalardan qo'yamiz. Keyin qolgan ishimiz amordator ko'tarilib ketyapti. Yaxshi ishlashdan darak beradi. Keyin Nexia 3 tepasida bunday shaybasi bo'ladi o'zida.
rezinkalarni oxir tepasidan o'zini shunday qo'ysa bo'ladi. Shunday qo'yamiz. Yangi gayka olganman. Gayka. 500 so'mli. Magazinda olib keldim. O'zini qotiramiz. Qotirishdan e'tibor beramiz. Mana shu tagidagi qismi hamma bu qismi eziladigan qism hisoblanadi. Buni ezib tashlamaymiz. Qattiq qotirsak qotib ketaveradi. Qancha qotirsak qotaveradi, rezinkani yig'ib qo'yadi. Rezinka yig'ilmasligi kerak. Iloji boricha o'sha kerakli miqdorda qotirish kerak. Hamma qovurg'alar yig'iladigan rezinkalarda yig'ilib qoladi. O'rta yerda qotirganman. Ishlashlar zo'r. Ko'p amortizator bir tomonga yumshoq, qaytishiga qattiq ekan. Men shu tarafi unga yoqdi. Keyin o'sib chiqyapti. Nega o'shdiki? Ikkala tomonga o'ta qattiq. Tepaga ham, pastga ham o'ta qattiq. Kuch masalan, hazilga kuch kerak bo'lmayapti-da. Buni bosish uchun. Lekin nega o'shdiki uzoq muddat xizmat qilgan amortizatorlardan biriga so'radim. Qattiq bosish, chiqarish ham qattiq. Bosish ham qattiq. Tayyor bo'lganim hali qotirmadim. Ko'zlarim oldi. Men bu kerak miqdorda qotirib qo'ydim. Bosishlari yaxshi. Holda bemalol. Dastur bosilish yumshoq, chiqish qattiq. Menimcha mana shu ancha bosibman. Bunga qo'yamiz. Ko'pirtki biroz kattaroq. Orqasiga Julievskiy oldi purjinkasini qo'ysangiz ham baland o'tiradi. Purjinka ham shunga mos hisoblanadi. Qilgan mehnatimga like bosasizlar, iltimos. Mehnat qilyapsiz. Amortizator yo'q. Ikkitasi ham. Amortizatorimiz mashinamizga qo'yishga tayyor. Qidirishlar mumkin. Buni teshigi katta edi. Buniki 11 mm ekan. Shtangni sekunda o'chirdim. Shtangni sekunda. Buniki, to'xtang, buniki 9 mm, 9,5 ekan, buniki 11 ekan. Men anker qoqdim ichiga. Ankerdan qoqmadim. Xudo xolasa, ikkitasiga ham. Ankerdan qoqdik. Joyiga plotni tushyapti. Mana bir tomonda sumka qildik. Qo'shganimiz. O'zini yo'lam bir xil. Lekin qalinroq, sal balandroq. Hamitiga ozgina kraska surtib qo'ydim. Qotgandan keyin ushlab qoladi agar vibratsiyada bo'shab ketmasligi uchun. Ikkinchi tomonga hozir qo'yamiz. Hozir next uchtiki. Ko'pirtiki. Bir kraska sal, kraska qo'ydi. Mana tayyor bo'ldi. Xohlasa. Ko'pirtni amortizatorimiz next uchga. Nihoyat qo'yingizlar. Ikkita holi bor. Mana ular zavodskoy. Ikkita purjinkalarda ham holi bo'ladi. Ko'p narsa. Mana qo'ying. Baho berasizlar. Zavodskoy. Bo'ldi. Endi yurib ko'ramiz. Hozir yamaga tushdik. Turishi, yozuvlari. Boshqa masala.